Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Biz bugun hozirgi turgan joyimiz Namangan shahriga kelganmiz. Bu yerda qadrli obunachilar, shunaqa gazobloy ishlab chiqaradigan biznesmen aka bilan bir ozgina suhbatlashamiz. Gazobloy stanogini ishlab chiqaradigan aka bilan ham ozgina suhbatlashamiz. Gazobloylarni ko'rishinglar mumkin. Bu yoqqa bitta kamerachi bunday qarab turing. Gazobloylarda gap yo'qmi? O'ta moshniy, nerealniy zo'r chiqar ekan qadrli obunachilar. Mana quyilgan jarayonni ham ko'rishinglar mumkin. Orqada mana apparatlar, qadrlonni. Hozir shu gazobloy biznes orqali kuniga necha pul daromad qilyapti, shu haqida ham gaplashib o'tamiz. Qani kelaveringlarchi. Sekin mana bu yerda stanochi akamiz bor. Stanochi akamiz bilan ham mana shu stanoylarda, apparatlarni yasaydigan akamiz bilan ham suhbatlashamiz. Undan keyin shu joyda egasi Namangan shahridagi shu biznes bilan shug'ullanib turgan akamiz bilan ham ozgina suhbat quramiz. Bir kunda necha pul daromad qilyapti-ku, lekin zo'r narsa. Menimcha penabloydan o'lsa 1000 marta o'liga ortiq, pishig'ishdan ham yaxshi. Sho'r, eng asosiysi sho'r yo'q. Utupleti ham yaxshi meni nazarimda. Xo'p, kelaveringlarchi. Usta aka, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzimsiz? Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlar bilan qiynalmasdan xalq xizmatida. Rahmat, Xudoga sekin qimillab turibmiz-ku. Usta aka, bu yerda qilganingizga qancha bo'ldi? O'tgan yil qiluvdik-da. O'tgan yil avgustda boshlaganmiz. Mana hozirdan ishlab turibmiz hozirga qadar. Yaxshi, tuzov. Gazobloyga mabodo zakazlar bo'lsa olaverasizmi? Olaveramiz. Toshni manzilimizni o'zingiz aytib borsiz. Namangan shahri mana Qozonbuloq suv xo'jaligi. Kiradi. Namangan tumani, Qozonbuloq qishlog'i. Xo'p, aka, obunachilar Namanganda ko'rib turgan obunachilarimiz bo'lsa kelishadi. Bemalol telefon qilib ana qilishaversin. Xo'p. Mana shu gazobloy biznes orqasidan bir kunda necha pul daromad qilsa bo'lar ekan? Faqat bir kunda endi o'rtacha 4 ming hisoblayverasiz-da. Bitta qishdan 4 ming so'm. 4 ming so'm. 5 ming endi o'rtacha hisobla. O'rtacha. Minimalni-di? Minimalni endi 4 ming so'm ana qilsa bo'laveradi. Hisoblab ana qilsa bo'laveradi. Endi mana shu qolipidan 45 ming, 50 ming so'm foyda olsa bo'ladi. Endi bitta qolipidan 12 ta chiqadi. Shu. Nechta chiqadi bir kunda общий g'ish? Bir kunda 30 ta qolipimiz bor, 360 ta g'ish chiqadi. 360 ta g'ish. Bir kunda, 300. Endi yana qolip ko'paytirish niyatimiz bor, Xudo xolasa, aka. Aytsa qilib beradilar, Xudo xolasa yana qo'shamiz. Mana shu qoliplar ham hozir 300 bir kunda 360 ta chiqaryapsiz. Ashi ham ulgumayapti hozir. O'sha endi zakazlarimiz bor, mana ular hammasi zakazga. Shanba kuni olib ketib to'sh boshlashadi, Xudo xolasa endi. Aka, rahmat sizga kattakon. Endi stanochi aka bilan ham ozgina suhbat qilamiz. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Tuzimsiz aka? Allohga shukr. Mana endi obunachilarga ozgina tushuncha berdik. Xudo Bu xolasa. biznes qilaman, nima qilsam ekan, qilsammikan, qilmasammikan deb yurgan akalarimizga mana sizlarga Hoji akamizdan ozgina suhbat qurdik. Bu hali uyushtirilmagan, oldindan kelib, haligina qilmadik-a, Hoji aka. Mana hozir keldik, to'g'ridan-to'g'ri gaplashyapmiz. Unaqa narsa bo'lgani yo'q. Usta aka, endi bu yerga qanaqa apparatlar o'rnatilgan? Xudo xolasa bu yerda polavtomada liniyasini montaj qilingan. Endi bu liniyaga endi to'g'risi pul sal kattaroq ketadi. Imkoni cho'ntagiga qarab, Xudo xolasa 1,5 ming dollardan boshlab 10 ming dollargacha qilsa bo'ladi bu narsani. Endi bu yerda polavtomat bor, mana polavtomatlarni ko'rsanglar bo'ladi. Ko'rsatib qo'yaylik shu narsalarni ham. Xo'p, o'zi aslida aka, nariyadan boshlasak zo'r bo'lardi. Aşağıdan boshlaylik. Mayli. Bir boshdan komplektlarni ko'rsatsa bo'laveradi. Ustanovkalardan boshlasak, mana gazobloy mashinada qo'yilar ekan. Akamizni nomerini qoldiraylik, iltimos, ozgina joyiga. Xudo xolasa. Nimaga desangiz, ba'zi gazobloy qo'yayotganlar, qo'ygandan keyin cho'kib ketyapti degan narsalarni ko'p eshityapti. To'g'ri. O'shunga qanaqa retseptini ham ozgina Hoji aka o'rgatib qo'yarasizmi, Alloh uchun? Cho'kadigan narsalarini ham yo'lini topdik. Yo'lini topdingiz, Xudo xolasa. Cho'kadiganlarni ham hali qildik. Bu boshda ozgina qiynaldik-ku, keyin yo'liga tushib oladi. Hali chin yurakdan harakat qilsanglar, hamma ish bo'laveradi. Nafaqat bu narsa, hamma narsa bo'laveradi. Albatta. Hali aytadi-yu, urush qurbonsiz bo'lmaydi deydi-yu, boshida bitta ikkita birak patera chiqaradi-da, usti ham sraz yenasini qonidan usta bo'lib tushmaydi. Sekin urilib usta bo'ladi-da, ko'rib, Xudo xolasa. Mana bu narsa liniyalarimiz, mana mikserlarimiz 1 kubalik, Xudo xolasa. 1 kuba kuyganda 12 ta qish chiqadi.
bir kuba qo'yganda 12 ta g'ish chiqadi. Albatta 12 tadan g'ish chiqadi. Bir zapravkamiz bu. Xudo xolasa mana bu narsa 2 tonnalik tentlik, xudo xolasa suv bachog'imiz. Bunda issiq suv bo'lish kerak, Issiq suv bo'lish kerak. Endi hali yozda necha gradus, bahorda necha gradus, kuzda, qishda necha gradus, hammasini xudo xolasa buni ishlayotgan jarayonda tushuntirib, hali apparatda olganda hamma sostavlarni gapirib, tushuntirib, kuyib berib ko'rsatiladi bu narsani ham xudo xolasa. Hamma joyda gradus. Ha, graduslari bor o'zi. Bu yoqda ham gradus. Ag'da ham bor xudo xolasa. Xolasin buni to'kka, xolasin hali garelka qilib beramiz, ko'mir hokasiga. Hamma joyda har xil, endi bir xil joyda 220 dedi, 224 yo'q, 170, 160 bo'lyapti. Ko'p joyda bo'lyapti bu narsa. O'shaning uchun iloji boricha tagiga garelka qilib beryapmiz. Ko'mir hokasiga yonadi. Ko'mir hokasi ham hozir 200 so'm, 250 so'm. Eng zo'r 280 so'm beryapti. Arzon tushadi, svetdan ham arzon tushadi demoqchiman agar. Ha, xolasin 220 ga, xolasin 380 ga ham qilib berilaveradi bu narsani. Xo'p, tushunarli. Yaxshi, endi bularga hozir boshdan bitta narxini aytaylik usta aka. Mana shu hamma liniyalar, polniy apparat, hamma narsasi necha pulga bilan boshlasa bo'ladi bu biznesda? 1,5 ming dollardan boshlab 10 minggacha bor. Liniya qilib beriladigan bo'lsa, nechta qolip endi qolipini qo'shish kerak-da. Bizni kompleksida o'zi asli hamma joyda 2 tadan sotyapti. Biz 3 tadan qilib qo'ydik. Qurbon hayitigacha mana, to'g'rimi? O'zingiz ham obunachilaringiz ko'rib, laykni bosib turgan bo'lsa, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursa, Qurbon hayitigacha to'xtatmaymiz bonusimizni. Liboy joydan so'rab turishsiz, 1,5 ming dollar ichida 2 tadan qolib beryapti. Biz xudo xolasa 3 tadan qolib qilib beryapmiz. Listlari ham 3 plyusovый toza magnitorskidan qilib berilyapti, xudo xolasa. Xo'p, yaxshi. Hozir endi mana shu imенно mana shunaqa sharoitda qolipi ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, necha pul bo'ladi? Mana shu sharoitda xudo xolasa 7,5 ming dollarga tayyorlab beramiz, xudo xolasa inshaalloh. 7,5 ming dollarga. Albatta. Yaxshi. Xo'p, manaqa narsalarni ham o'zingizlar qilib beraverasiz. Hamma yo'g'ini qilib beramiz, xudo xolasa. Kelishilgan narxda hamma yo'g'ini, montajlarigacha qo'lini tekkizmaydi. Pultni bosadi, ishni boshlayveradi, xudo xolasa inshaalloh. Yaxshi. Hozir mayda ko'rsam, endi bu bolalarni ko'rsatmayman. Ikkita ishchi ikkovinglar bemalol ulguyapsizlarmi, qori? 3 kishimi? 3 kishi bemalol ulguydi. 3 kishi bilan mana endi bu yer 360 ta chiqar ekan, hazagan emas. 360 ta aka bir kunda ulgumasa zo'r. Endi 300 tasidan misol mana 5 mingdan bo'lsa ham kuniga 1,5 millionda, endi 60 tasini hisoblagan 1 million 800 ming so'm pul bor deganida, u realni bor narsalar. PR qilib, ko'pirtirib bu kerak. Yo'q, mana hozirgi akani ham aytdingiz, u narsa polnali, birak, boshqa abitiga vaqtdan chiqarib tashlayapti, yoqqan to'kini 4 mingdan hisoblayapti. O'shanda ham 1 million 200, 1 million 300 ming toza sof foydasi bor-da. To'g'ri aka. Ko'pchilik mana Rossiyaga ketaman, bu yerda O'zbekistonda ish yo'q deydi. Ko'pchilik e'tibor bermaydi. O'zbekistonda ish tiqilib yotibdi. Faqat bilish kerak, ishni o'zini bilish kerak, qilish kerak xolos. Shu Rossiyaga borib ishlayapti-da, Rossiyaga borsa ham ko'rib turib qaddi-qomatiga qarab pul bermaydi, qilgan mehnatiga qarab pul beryapti, to'g'rimi? Shu Rossiyada, Qozoqda qilgan ishini shu O'zbekistonda qilsa, shundan ko'ra 2 barobar ko'p pul topsa bo'ladi. Yo, noto'g'ri. Faqat ishlash kerak. Hali sacho'li qilib miyada boshqaraveradi, amalda qilmaydi-da ko'pchiligi. Agar Rossiyada qilgan ishini shu yerda qilsa 2 barobar ko'p pul topadi. To'g'ri aka. Mana bu narsa polavtoma, xudo xolasa, elektriskiy behijolat. Liniyamiz mana shu narsa bo'ladi. 60-30-20, 60-30-12lik aytgan razmeriga kezib beraveradi bu narsani. Zo'r, xuddi shunaqa bo'ladi. Xuddi shunaqa komplekt bo'ladi. 7,5 ming dollar. 7,5 ming dollarga xuddi shunaqa kuniga 250 300 ta kuyadigan qilib liniyasini xudo xolasa hamma yo'q o'zimizdan qilib berib ketamiz. Sof foydasi 1 million 300 deylik. Sof foydasi, ish kuchi, to'kdiku, suvdiku, yoqilgisiniki hammasini abet-sabetidan tashqari aytyapman. Kuniga. 100 dollar 100 dollar kassa qilaveradi. Realni bor narsa. Keyin mana g'ishda ham kachitlasini ko'ring-da siz mana. Qarasangiz g'ish kachitasi ham o'zi bilinib turibdi-da. Mana shu rosa 1 sutkalik g'ish. Zo'r. Rosa 1 sutkalik mana shu g'ishlarimiz. Xudo xolasa Liboy ekspertiga kelib tekshirtirib, xudo xolasa kelasiga kela qo'yib tortib olsa ham bo'laveradi, cheres taroz orqali. Mana bu narsa rosa 3 soat, 3,5 soatlik bo'lgan narsa, yangi kesilgan mana. 3 soat, 3,5 soat. Xudo xolasa bu ham 1 sutkada mana shu holatga keladi, xudo xolasa inshaalloh. Zo'r. Yaxshi, usta aka, endi seximizga borib, qolgan apparatlarni ham birma-bir narx-navolarni aytib o'tsak. Xudo xolasa inshaalloh bo'ldi. Bo'ldi aka, rahmat sizga kattakon.